Assalomu alaykum barchaga. 3ds Max dasturida asosiy qismlardan biri kamera bilan ishlash. Sizlarni tayyorlagan loyihalarni qanchalik darajada sifatliligi, detalizatsiya qilganinglar, barchasi xudo xolisa kamera orqali ko'rsatib beriladi. Kamera asosan oxirgi jarayon hisoblanadi. Hozir shuni xudo xolisa qanchalik darajada sifatli qilishingiz mumkin va qanaqa funksiyalari mavjud Corona kamerani va Corona kamera bilan qanaqa ishlash bo'yicha xudo xolisa bugun bepul video qo'llanma. Mana shu ko'rib turgan loyihalarni qanchalik darajada detalizatsiya qilganimiz, qanchalik darajada sifatli qilganimizni kamera qo'yish orqali ko'rsatib beramiz. Xudo xolisa kamerani to'g'ri qo'ysanglar, qanchalik darajada sifatli qilganinglar ko'rinib turadi xudo xolisa. Tepa qismga o'tganimizda Corona kamera bo'limi bor. Shu Corona kamera bo'limini bitta ustiga bosamiz. Biz mana shu burchakdan o'rtaga qarab ko'rsatib bermoqchimiz. O'zimiz kerakli joyga olib boramiz. Mishkani o'ng tomonini bitta bosamiz, o'chadi xudo xolisa. Kameramizni qo'yib bo'lganimizdan keyin bizga X, Y, Z yo'nalish bo'yicha yo'nalishlar mavjud bo'ladi. Biz bu yerdan Corona kameramizni sozlamalarini o'ng tomonga o'tganimizdan keyin mana shu ikkinchi bo'limdan olamiz. Corona kameramizni bo'yini ko'tarish uchun biz Corona kamerani yoqqanimizdan keyin oldi tomonida mana bunaqa ko'k to'rtburchak narsa chiqib qoladi. Bu ko'k to'rtburchak narsani billa tanlab turib bo'yini ko'tarsak bo'ladi. Misol tariqasida frontdan qaraymiz, tepaga necha santimetr bo'lsin. Biz odamni bo'yidan hisoblasak, o'rtacha 160 cm hisoblanadi. 160 cm Y bo'yicha yozamiz, enter tugmasini bosamiz. 160 cm tepada ko'rsatib berdi xudo xolisa. Klaviaturadagi S knopkasini bitta bossak, bizga olib beradigan rakursini ko'rsatib beradi. Bu rakursni biz F10 knopkasini yoki mana shu o'ng tomondagi tepadagi bo'limni bossak bo'ladi xudo xolisa. Keyin common bo'limiga o'tamiz. HDTV dan customga o'tkazsak, barcha piksellarini o'zimiz xohishimizga binoan yozsak bo'ladi xudo xolisa. Misol tariqasida buni 3000 ga 3000 qilmoqchiman. Ya'ni to'g'ri to'rtburchak qilmoqchiman. 3000 ga 3000 yozsam ham bo'ladi. Buni 5000 ga 3000 qilmoqchiman. Corona kameraga kirgandan keyin Shift F knopkasini bosasizlar. Shift F knopkasini bossanglar, sizlarni olib beradigan rakurslarni ko'rib beradi xudo xolisa. Shift F knopkasini bosmasdan ishlasanglar, chet qismi qorayib qoladi va kamera qaysi rakursni olib berishini bilmay qolish ehtimoliyli kuchayadi. Shunaqa rakurs tanlaganimizdan keyin o'ng tomonimizda Sensor and Lens degan bo'limimiz bor. Field of View katta qilsak cho'zilib ketadi, kichraytirsak uzoqlashib boradi. Telefondan misol qiladigan bo'lsak, 1x rasm olganimiz bilan 2x rasm olganimizning farqi bor. Xuddi shunaqa narsa Corona kamerada ham mavjud. Endi to'pdan qarab turib Shift F bosamiz. Kameramizni tanlab olamiz. Tanlab olganimizdan keyin tashqari tomonga chiqaramiz. Tashqari tomonga chiqarganimizdan keyin mana bunaqa devorni orqasida bo'lib qoladi. Xonamizni 2x kamerada olgandek qilib ko'rsatib berishimiz uchun xonamiz kichkinalik qilsa, biz ko'cha tomondan ham, ya'ni obyektimizni kesgan holatda bemalol foydalansak bo'ladi. Kameramizni ko'cha tomonga qo'yib olamiz. Qo'yib olganimizdan keyin bizda pastki qismda enable bo'limi mavjud. Shu enable bo'limini bitta yoqamiz va bizani obyektimiz qanchalik kesib bersin, o'sha narsani xudo xolis ko'rsatib beradi. Misol tariqasida kameraga o'tamiz. Mana bu near bo'limini ko'paytirsak, bizga obyektimizni ichini kesib beradi. Xuddi shunaqa xudo xolisa foydalansak bo'ladi. Bu narsani pastligisi bu kamerani uzoqligidan kameragacha bo'lgan masofani qanchalik darajada bo'lishini hisoblab beradi. Misol uchun 200 cm kameramizdan oldingi bizani devorimizni kesib bersin. Xuddi shunaqa 200 cm qilib yozsak, 2 cm kesib beradi. Mana ichini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Field of View bo'limida kameramizni 90 qiladigan bo'lsak, xonamizni hajmi kichkina bo'lgani hisobiga, kameramiz cho'zilgani hisobiga devorlarimiz uzun bo'lib ketadi va boshqa loyihalarimiz ham uzun bo'lib, bizga noqulay vaziyat tug'dirib qo'yadi. O'shaning hisobiga ko'cha tomonga chiqarib, shunaqa ishlasanglar bo'ladi xudo xolisa. Bizda targeted bo'limi bor. Bu kameramizni qaysi tomonga ko'rsatayotganimizni ko'rsatib beradi. Bu yoqqa ko'rsatmoqchiman. Bu rakursdan qaysi joylarni ko'rsatib beradi bizga. Shu joydan boshqa yoqqa qo'zg'alib ketmaydi. Mana shu joygacha qaysi joyni belgilab beradi. O'sha narsani ko'rsatib beradi xudo xolisa. Bu targeted bo'limini o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Oldi tomonda turgan bu narsa pastki qismga tushganimizdagi enable bo'limi hisoblanadi. Buni ko'paytirsak, kamaytirsak
qaysi joydan olib berishini ko'rsatib beradi xudo xolisi. Xuddi shunaqa ishlatsanglar bo'ladi. F10 bosgandan keyin common bo'limida razresheniyani qanchalik katta qilsanglar, shunchalik renderinglar sifatli chiqadi. Misol uchun F10 knopkasini bosamiz, common bo'limiga o'tamiz. Pastki qismga tushsak, output size bo'limi bor. Buni customga o'tkazib, mana shu bo'limni qanchalik katta qilsak, renderimiz shunchalik sifatli chiqadi xudo xolisi. Pastni ham, tepani ham o'zimiz belgilab bersak bo'ladi xudo xolisi. Renderni vertikal qilmoqchimizmi, gorizontal qilmoqchimizmi, barchasini belgilab bersak bo'ladi xudo xolisi. Kamera bo'limiga o'tamiz, Shift F bosamiz, qaysi rakursdan olmoqchiligimizni ko'rsatib berdi xudo xolisi. Keyin bizda xonamizni 360 ko'rsatib berish uchun 360 kamera render qilsak ham bo'ladi xudo xolisi. Bu renderni projection viewer bo'limidan perspektivani 360 spherical ga o'tkazib qo'ysak bo'ladi xudo xolisi. O'rta qismni belgilaymiz va o'rta qismdan xonani ko'rsak bo'ladi xudo xolisi. S knopkasini bossak, magnit yonadi. O'rtani belgilaymiz. Xonamizni o'rta qismiga qo'yib olsak bo'ladi xudo xolisi. Kamerani bosamiz va Start Interactive bosgan holatda bizni tekshirib olsak bo'ladi xudo xolisi. Ko'rsanglar bo'ladi, mana xonamizni 360 gradusda xudo xolisi render qilish jarayoni boshlanadi. Renderni bosganimdan keyin bu Start Interactive bo'lgani hisobiga xuddi shunaqa turibdi. Yoritishlarimizni barchasini to'g'rilab olsak bo'ladi, o'zimizga moslab xudo xolisi. Savol va taklifinglar bo'lsa, bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. Dizayner bo'lish niyatida yurganlar Telegram sahifada suhbat uchun chat ochilgan, xudo xolisi. Bemalol o'tib savolinglar bo'lsa, bersanglar bo'ladi. Va sizlarni qiziqtirgan taklif va savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Instagram, Telegram, YouTube sahifa mavjud xudo xolisi. Kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, keyingi videolarni o'tkazib olmaysizlar.